Mana sizga Pokiston bilan Afg'oniston urushi, Pokiston-Afg'oniston chegaraviy to'qnashuvlar haqida so'nggi ma'lumotlar. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegaralardagi zo'ravonliklar 2024-yildan beri takrorlanmoqda. Ayniqsa, TTP, ya'ni Tehrik-i-Taliban Pokiston guruhi masalasi qizgarmoqda. Pokiston hukumati TTP jangchilarini Afg'oniston hududida joylashganlikda va Pokiston hududiga hujumlar uyushtirishda ayblagani bilan, Qabul hukumati bu ayblovlarni inkor qilgan va bu Pokiston ichki masalasi deb javob bergan. 2025-oktyabrda holat keskinlashdi. Pokiston aviatsiya kuchlari Kabul, Xost, Jalolobod va Paktika hududlarida hujumlar amalga oshirgani aytilmoqda. Afg'oniston esa chegara poligonlarida Pokiston harbiy postlariga qarshi reaksiya bergan, postlarni qaytarib olgan, razvedka va artilleriya zarbalari bergani aytilmoqda. Harakatlar Afg'oniston 58 nafar Pokiston askarini yo'q qilganini va 25 postni egallaganini da'vo qilmoqda. Pokiston 23 nafar askarining halok bo'lgani, bir nechta afg'on postlari yanchilgani va 200 jangarining yo'q qilingani haqida ma'lumot berdi. Chegaralar To'rxam va Chaman kabi katta chegara o'tish joylari yopilgan. Fuqarolar, xalq, bombardimonlar va suvli zarbalar natijasida ayollar, bolalar va fuqarolar zarar ko'rgani xabar qilinmoqda. Bu to'qnashuvlar butun mintaqada keskinlashishga olib kelishi mumkin. Tinchlik tomoni mavzuda qaralsa, bu to'qnashuvlar butun mintaqada keskinlashishga olib kelishi mumkin, chegaraviy olib kelishi bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistoni, Qatar va boshqa davlatlar tomonlarni tinchlikka chaqiryapti.